Xo'p, o'rtoqlar, mana gazelda qaranglar, otga o'xshab kishnab turibdi, xudo xolasa, surishni sotilyapti endi. Javob chakadan chiqarmay qo'ydingiz deganlar, javob chakaniki endi tayyor bo'lyapti shekilli, lekin mana bu yerda qolishmaydi aka, xudo xolasa. Holati zo'r. Boshlaymiz ma'lumotlarni. Aka, buni zaryadkasi ham bor. Dabavka radiatori ham bor dedingiz, ha? Necha metrlik endi bu, sir bo'lmasa? 520 lik qilingan. Yili 2008-yil dedingiz. Qachon tayyorlandi sir bo'lmasa aka? Yuk tashidinglarmi? Yuk tashilgani yo'q o'rtoqlar, ustalardan mana, o'rtoqlar, avvalinglar xudo xolasa. Hop, nima deymiz aka? Balonlar zo'r. Keyin. Ko'ringlar mana, vako'y ham yo'q, yonyapti. Qayta jihoz bo'lgan aka. Hop. Afshivkalar ham akkuratni, linoleum bor, sidini chexollar yangi bo'libdi. Xullas, yana yangi noldan chiqdi desa bo'ladi, to'g'rimi mashinani? Mana rullar, mana 2000 deflektorlar qo'yibdilar, monitor bor o'rtoqlar. Salon inomarka qilib qo'yishibdi, qo'pol qilib aytsak. Tak, bitta yog'i qolibdi, o'sha eshigida bir moylab qo'yishdi. Moylab qo'ying aka, klientga. 520 uzunligi kesib tayyorlangan gazel. Qo'shimcha mana Perevalda ham xudo xolasa qizilmaydi inshaalloh aka. Radiatorlar qo'yilgan, rozetkalar o'rnatilibdi aka. Rozetkalari bor. Mana. Yaxshi. Tak, bir ko'ringlarchi. Hammada akmit bo'lgan, ha? Orqasini bitta ochaylik aka. Qarang. Ya, bismillah. Ana orqasi. Tagi o'rtoqlar, konteyner polidan, yonlari mana qalin paneldan bo'lgan. Tepasi ochiladi. Shtorka va shtorka ekan. Ana qulaylik. Bu motor qanaqa aka? Motor sotka. Sotka injektor, ha? Aka o'z bu bitta qo'lda bekitsa bo'lar ekan. Xo'p, tormozlari qanaqa aka? Vakuum tormoz. 4 ta torpeda gaz balon ekan orasi o'rtoqlar. Qancha yuradi aka shunga bitta to'ldirsak? Endi men danliga yurib ko'rganim yo'q. Kalta-kulta joylarga yo'q. Sizlar faqat ishlab chiqarishni bilasizlar, to'g'rimi? Uni haqiqiy shopirlar biladi. Yozinglar o'rtoqlar, o'sha 200 tami bu endi jami? 200 ta gaz balonda qancha yuradi gazel? Sotka injektor motordan. Bitta ochingchi aka. Bu oforbit qilamiz, generalni beraverasiz. Farqi yo'q. Xo'p, endi motor ham soatda ishlayapti-ku. Tayyor ekan o'rtoqlar, akkumulyator ham yo'q, yaxshi. Xo'p. Ismlari Rasuljon aka. Aloqa chiqaverasiz. Akamizda Jigulini ham zo'rlari bor. Ha aka, navorot qilingan Jigullarga ham qiziqadilar bular. Gazel kerak bo'lsa mana gazel. Yana bormi gazel ya endi ishlayapsizlarmi? Biz bor, sotildi. Aha. Xo'p. Nima deymiz aka endi? Kelishtirib ayting. 11 ming deb kelishtirib beramiz. 11 ming kelishtirib beriladi. Aka, sir bo'lmasa sotmagan narxingiz bo'ldimi? So'rab turishibdi, ko'proq variant keldi. Dangal qo'lda bir munchaga berasam degan yo'q hali. Yo'q. Bo'pti, variant bormi, yo'qmi? Yo'q, naqdroqqa bersa yaxshi bo'ladi. Оборотga ham. Hop. Hop. Bartet. Barter bor. Bor. Telefon raqam bering endi aka. 77 lik 214 37 77. Rasuljon aka dedim, chiroyli qilib. Mana ovolaslar, balonlar yangi ekan aka. Ramalar aytgancha ramaga qaramabmiz. Rama usulida bo'lgan-a? Uzunligi zavodskiy usulni qilingan. Uzaytirib qilingan, to'g'rimi? Aka, qancha yukka mosladinglar endi misol tavsiya qilasizlar? 3 tonna olaveradi? 3 tonna olaveradi, ha. Oladi. 2 yo'lga 5 tonnagacha oladi. 5 tonnagacha. Demak, Perevalga 3 tonna beraverasiz-a? Endi o'zlari bilishadi-da. Endi ha. Texpasport hammada akmit gazga hamma yo'q bo'lgan. Hamma yo'q yani. Endi o'rtoqlar polni daskanalni so'rashim kerak. Bozoringizni bersin aka. Rahmat.